Assalomu alaykum, efirda Osoyishta yurt informatsion dasturi. 9-may xotira va qadrlash kuni. Xotira millatning iftixori, qadrlash oliy fazilatdir. Xotira bor ekan millat barhayot, qahramonlar nomi esa qalblarda mangu yashaydi. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan viloyatimizda ham ehtirom tadbirlari yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Xususan Qarshi shahrida o'tkazilgan tadbirda viloyat hokimligi, Ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar, tashkilot, muassasalar rahbarlari, harbiy qismlar va keng jamoatchilik vakillari faollik ko'rsatdi. Jumladan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ham tadbirda qatnashib, harbiy orkestr sadolari ostida Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Bu orqali yurt tinchligi va xalq osoyishtaligi yo'lida jonini fido qilgan qahramonlar xotirasiga yana bir bora yuksak ehtirom ko'rsatildi. Mardlik va fidoyilik namunasini ko'rsatib, xavf-xatarni bartaraf etgan aziz o'g'lonlar jasorati tufayli bugun osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, ularning matonati, jasorati, vatanparvarligi xalqimiz tarixida abadiy muhrlanib qolganligi tadbir davomida ta'kidlandi. Qahramonlar xotirasi muqaddas, ularning porloq nomi esa xalq qalbida mangu yashashi yana bir bora o'z isbotini topdi. Hech shubhasiz vatan oldidagi yigitlik burchini ado etish chog'ida jonini fido qilgan mard o'g'lonlarimizni xotirlash har birimiz uchun ham farz, ham qarzdir. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan viloyatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan madaniy-ma'rifiy tadbirlar Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida ham tashkil etildi. Mard o'g'lonlarimiz xotirasiga ehtirom bajo keltirildi. Hurmatli polkovnik, Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan gulchambar qo'yish marosimiga saflandi. Axborot beruvchi Polkovnik Samur. Sana munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abduvohid Ismoilov, soha faxriylari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda faoliyat yuritib jonini fido qilgan mard o'g'lonlarning oila a'zolari, yaqinlari va yoshlar ishtirok etishdi. Maydon harbiy orkestr sadolari bilan yanada fayzli tus oldi. Tadbir avvalida vatan ozodligi, yurt tinchligi va xalq farovonligi yo'lida jonini fido qilgan ajdodlar xotirasi yod etildi. Ishtirokchilar monument poyiga gulchambarlar, gullar qo'yib, mard va jasur insonlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Ta'kidlanganidek, xotira va qadrlash kuni bu nafaqat urush qatnashchilari va mehnat fronti fidoyilarini yodga olish, balki tinchlikning qadriga yetish, bugungi osoyishta hayot uchun xizmat qilayotgan insonlar ehtirom ko'rsatish timsoli ham. Tadbir davomida so'z olganlar xalqimiz boshidan kechirgan og'ir sinovlar, yurt tinchligi yo'lida ko'rsatilgan jasorat va matonat haqida ham fikr bildirdi. Shuningdek, uzoq yillar davomida ichki ishlar tizimida samarali mehnat qilib kelayotgan soha faxriylariga Ichki ishlar vazirligi tomonidan taqdim etilgan ko'krak nishonlari, esdalik qo'l soatlari tantanali topshirildi. Xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan ichki ishlar organlari xodimlarining yorqin xotirasi eslanib, ularning oila a'zolariga ehtirom va e'tibor ko'rsatildi. Bir piyola choy ustida samimiy suhbatlar davom etdi. Jasorat medali sohibi, kasbiga sadoqat va mardligi bilan hurmatga sazovor bo'lgan Hosilbek Eshnazarovning yorqin xotirasi qalblarda mangu saqlanadi. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan G'uzor tumanidagi 62-sonli umumta'lim maktabi hududida marhum xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan monumentning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Xalq tinchligi va xavfsizligi yo'lidagi fidokorona xizmati tadbir ishtirokchilari tomonidan chuqur ehtirom bilan yodga olindi. Tadbirda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abduvohid Ismoilov
huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari, maktab jamoasi, o'qituvchilar va o'quvchilar, marhumning oila a'zolari, yaqinlari ishtirok etishdi. Marosim davomida Hosilbek Eshnazarovning yorqin xotirasiga hurmat bajo keltirilib, monument poyiga gulchambarlar qo'yildi. Mardlar xotirasi abadiydir. Davlatimiz rahbarining mahallalarda xavfsiz muhit yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, shuningdek, bu boradagi ishlar natijadorligini yanada oshirishga qaratilgan qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Mirishkor tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan ham muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Mirishkor tumani Qashqadaryo viloyati markazidan qariyb 70 kilometr uzoqlikda joylashgan hudud. Tumanda Ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026-yilning o'tgan 4 oyi davomida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan kompleks profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Natijada xavf toifasiga kiruvchi jinoyatlar qayd etilmadi. Hozirda tumandagi 40 ta mahallaning 32 tasi, ya'ni 80%da barqaror kriminogen muhit ta'minlangan. Shuningdek, asosiy va ichki yo'llarda raqamli video kuzatuv tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu esa mahallalarda jinoyatchilikni qariyb 1,5 baravarga qisqartirish imkonini berdi. Mirobod mahallasi olis hududda joylashgan. Bu yerda 4310 nafar aholi vakillari istiqomat qilishadi. Prezidentimizning 2026-yil 5-yanvar sanasida qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Shu vaqtga qadar 517 ta xonadon fuqarobay o'rganilgan va natijada 191 ta muammo aniqlanib, aholi vakillarining 98 ta muammosiga ijobiy yechim berilgan. Yana bir jihat, xonadonbay o'rganishlar jarayonida ijtimoiy profilaktikaga muhtoj fuqarolar aniqlanib, ular bilan ham mahalla yettiligi asosida manzilli ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Mirobod mahallasida 3 yildan beri profilaktika inspektori lavozimida faoliyat olib boryapman. Bizning Mirobod mahallamiz 2025-yil yakuniga qadar sariq toifadagi mahallalarga kirardi. Prezidentimizning qarori yuzasidan ishlarni tashkil qilganimiz sababli profilaktika inspektorining kamchiliklari ko'rinib qoldi. Bu qarorning ichiga kirib, o'sha xonadonbay fuqarolar bilan shug'ullanish, xonadonbay o'rganish natijasida kamchiliklarimizni yetarlicha bilib oldik va shu bo'yicha yo'l xarita ishlab chiqarib, reja asosida ishlarni tashkil qildik. Savdo do'konlari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, to'liq kuzatuv kameralari va qo'riqlov pultiga ulatilgan. Qaror ijrosi doirasida mahallamiz hududida joylashgan 5-sonli maktabda o'quvchilar o'rtasida profilaktik suhbatlar o'tkazib borilmoqda. So'nggi vaqtlarda tumanda qayd etilayotgan jinoyatlarning 45% axborot texnologiyalari bilan bog'liq ekani sabab kiberjinoyatchilikka qarshi profilaktika ishlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa Pomuq, Shodlik, Istiqlol, Shirin, Do'stlik, Chandir va Bahoriston mahallalarida kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida viloyat va tuman miqyosidagi mas'ul rahbarlar nomma-nom biriktirilgan. Tahlillarimizga ko'ra, aynan kiberjinoyatlardan jabrlanayotgan aholining qatlamlarini hisobga oladigan bo'lsak, bu nafaqaxo'rlar hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar hisoblanadi. Bu kabi shaxslarning himoyasini ta'minlash maqsadida mahalla yettilidagi ijtimoiy xodim bilan hamkorlikda turli xildagi targ'ibot tadbirlarini o'tkazib belgiladik. Mirobod mahallasi yettiligi bilan birgalikda targ'ibot tadbirlarini o'tkazib, ajratilgan flyerlarni xonadonbay, fuqarobay tarqatishga ham erishdik. Yangi Jenov mahallasi ham yaqin vaqtgacha sariq toifada edi. Olib borilayotgan tizimli ishlar natijasida hudud yashil toifaga o'tdi. Ayni paytda aholi gavjum hududlarda yo'l transport hodisalarining oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar kuchaytirilgan. Xavfsiz hudud bo'yicha 32 ta kamera mavjud. Masalan, Jenov dehqonbozorida 185 ta savdo do'kon bo'lsa, qo'riqlash departamenti tomonidan tezkor guruh tashkil topilgan. 100 dan ortiq savdo obyektlari to'liq qo'riqlashga topshirilgan. Aholi xonadonlari ulangan. 880 ta oila bor. 400 nafar xonadon ulangan. Qo'riqlashga chekka chiqib ketadigan ko'chalarimiz bor. Savdogarlar ko'chasi bor. Barkamol avlod ko'chasi bor. To'liq kameralashtirilgan, integratsiya qilingan. Kameralashtirilishimiz natijasida 2026-yil 4 oy mobaynida birorta ham jinoyat sodir etilgani yo'q. Bundan keyin jinoyat sodir etilmasligiga va'da beraman. Ko'rinib turibdiki, hududda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, oila turmush doirasidagi munosabatlarni yanada yaxshilash, raqamli nazorat mexanizmlarini kengaytirish va mahallabay ishlash tizimini kuchaytirish orqali ijobiy natijalarga erishilmoqda.
26 million so'm mablag' evaziga kimyo fanidan milliy sertifikatni olib berishni va'da qilgan shaxs pullarni olgan va o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Shu o'rinda abituriyentlarga yuzlanamiz. Faqat o'z bilibingizga ishoning. Firibgarlarga aldanib qolmang. Qarshi tumanida yashovchi fuqaro GTga firibgar unga qisqa muddatda milliy sertifikat olib berishni va'da qilib, ishonchiga kirib, buning evaziga katta miqdorda pul talab qiladi. Jabrlanuvchi o'ziga tegishli bank kartasidan jami 26 million 400 ming so'm mablag'ni o'tkazib beradi. Biroq va'da berilgan sertifikatdan ham, pullardan ham darak bo'lmagach, Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan texnik tadbirlar va tezkor surishtiruvlar natijasida ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs T ekanligi aniqlandi. Undan foydalanilgan qo'l telefoni va bank kartasi ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan hozirda Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Viloyat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan uchuvchisiz uchish apparatlari, dronlardan foydalanish bo'yicha o'quv amaliy mashg'ulotlar bo'lib o'tmoqda. Sir emas, bugungi kunda ichki ishlar organlari tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlarning bilim va malakasini oshirishga tizimli ravishda e'tibor qaratilyapti. Xususan, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ham ana shunday takomillashtirilgan dasturlar amalga oshirilyapti. Hozir esa simulятsion markazda zamonaviy til bilan aytganda dronlarni boshqarish uslublarini o'rganishmoqda. Tajribalar almashinyapti. Qo'limda uchuvchisiz qurilmani boshqarish bo'yicha pult turibdi. Mana bu kompyuter yordamida ularni boshqarishni o'rganib olishadi. Mutaxassislar to'g'ri boshqarish bo'yicha bilimlarni berishadi. Aytish kerak, uchuvchisiz uchish apparatlari dronlar imkoniyatlaridan foydalanish huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida yangi bosqichni boshlab bermoqda. Shu maqsadda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'iga asosan boshqarma tarkibiy va hududiy bo'linmalari shaxsiy tarkibi uchun ham dronlardan foydalanish bo'yicha qisqa muddatli o'quv amaliy mashg'ulotlari boshlandi. O'quv kurslari joriy yilning 1-may sanasidan 30-iyun kuniga qadar davom etib, har bir guruh uchun 10 sutkalik dastur belgilangan. Mashg'ulotlar Mudofaa vazirligining Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrugi batalyoni bazasida olib borilmoqda. Prezidentimiz topshirig'iga asosan raqam texnologiyalar sohasini rivojlantirish maqsadida ichki ishlar xodimlarini profilaktika xizmati, qo'riqlash xizmati, post patrul xizmati xodimlaridan uchuvchisiz qurilmalarni boshqarish sohasida hozirgi kunda malaka oshirish kunlari olib borilmoqda. Dars jarayonlari boshlangan. Bunda nazariy mashg'ulotlari amalga oshirilib, dronlarni boshqarilishi, taktik xususiyatlarini mutaxassislar tomonidan o'rgatilyapti. Amaliy mashg'ulotlari ham bo'lib o'tadi. Keng tartibda o'rgatilib, buzilgan vaqtlarda texnik sozlash tushuntirib borilmoqda. Ulardan batafsil to'liq javob olmoqdamiz. Sertifikatlarni berish rejalashtirilgan. Shubhasiz, o'quv amaliy mashg'ulotlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining zamonaviy texnik vositalardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yanada oshiribgina qolmay, bu orqali jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini yuksaltirishga ham xizmat qiladi. Qo'l jangi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining kubogi musobaqasi o'tkazildi. Yurtimizda sportni rivojlantirish, ayniqsa harbiy amaliy sport turlari orqali yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qo'l jangi sporti bo'yicha kattalar o'rtasida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Xalqaro qo'l jangi federatsiyasi qoidalari asosida tashkil etilgan musobaqada viloyatimizda faoliyat yuritayotgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, harbiy qismlar hamda sport klublaridan tashrif buyurgan jamoalar ishtirok etdi. Musobaqaning asosiy maqsadi aholi, yoshlar o'rtasida qo'l jangi sport turini ommalashtirish, sportchilarning mahoratini oshirish, iqtidorli yoshlarni saralash hamda kelgusida viloyat terma jamoasini shakllantirishdan iborat. Bellashuvlar erkaklar o'rtasida turli vazn toifalarida tashkil etildi. Janglar yuqori darajada, halol, shaffof tarzda hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Har bir ishtirokchi o'zining jismoniy tayyorgarligi, irodasi va mahoratini namoyon etishga harakat qilishdi. Yakunda g'olib va sovrindorlar 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali diplom hamda medallar bilan taqdirlandi. O'z vazn toifalarida birinchilikni qo'lga kiritganlarga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasida sayyor sud majlisi o'tkazildi.
Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudyalari tomonidan olib borilgan navbatdagi sayyor sud majlisida huquqbuzarliklarga murosasiz munosabatni shakllantirish, aholi o'rtasida qonun ustuvorligini ta'minlash hamda profilaktik ta'sir choralarini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu kuni probatsiya nazoratida turgan 8 nafar shaxsning sodir etgan qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgani, to'g'ri yo'lga qaytish istagi inobatga olinib, ularning barchasi muddatidan oldin ozod qilindi. Aksincha 5 nafar shaxs belgilangan tartib qoidalariga amal qilmagani sababli ularga nisbatan jazoni og'irlashtirish choralari qo'llanilib, ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Aytish kerak, bunday sayyor sud majlislari joylarda turli ko'ngilsizliklar, jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish hamda jamoat xavfsizligini mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Viloyatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada sohalar kesimida chora-tadbirlar amalga oshirilib, oila turmush doirasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish ishlari olib borilyapti. Bugungi kunda jamiyatda oila turmush doirasida yuzaga kelayotgan turli muammolarni barvaqt aniqlash va ularni samarali bartaraf etish, ayniqsa tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Qarshi tumanida o'tkazilgan seminar trening doirasida ham oilaviy munosabatlardagi muammolarni kamaytirish, xotin-qizlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, shuningdek ularning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa ishtirokchilarning o'z huquqlarini bilishi, zarur hollarda ularni qonuniy asosda himoya qila olishi, murojaat qilish tartiblari va tegishli idoralar bilan hamkorlik qilish yo'llari bo'yicha amaliy tushunchalar berildi. Shu bilan birga psixologlar tomonidan oilada sog'lom muhitni shakllantirish, er-xotin o'rtasidagi o'zaro hurmat va ishonchni mustahkamlash, nizoli vaziyatlarni tinch yo'l bilan hal etish, stress va ruhiy bosimlarni yengish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Ishtirokchilar turli hayotiy holatlar misolida muammolarga to'g'ri yondashish va ularni hal etish ko'nikmalarini yanada shakllantirishga muvaffaq bo'lishdi. Payshanba yoshlar kuni doirasida uchrashuvlar davom etmoqda. Davlatimiz rahbarining yoshlar siyosatiga doir topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida Qashqadaryo viloyatida ham bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, payshanba yoshlar kuni doirasidagi uchrashuvlarda yigit-qizlar, o'quvchi va talabalarning muammo va takliflarini tinglash, ularning bandligi, ta'lim olishi, zamonaviy kasb-hunarlarni egallashi, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qarshi davlat universitetida bosh prokuror o'rinbosari, vazirlik va idoralarning rahbarlari, shuningdek Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, yoshlarga mas'ul tashkilot va idoralar rahbarlari ishtirok etgan ochiq muloqot ham samimiy ruhda kechdi. Unda yoshlarni qiynayotgan masalalar, ularning murojaatlari, ta'lim, tadbirkorlik, bandlik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi takliflar muhokama qilindi. Shuningdek, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, davlat dasturlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Navqiron avlod vakillarini qiziqtirgan barcha savollarga javoblar qaytarildi. E'tiborlisi, mazkur kun doirasida nafaqat ta'lim muassasalarida, balki barcha hududlarda, mahallalar kesimida ham turli ma'naviy-ma'rifiy sport tadbirlari o'tkazildi. Kitobxonlik soatlari, shaxmat-shashka o'yinlari, yoshlar va tadbirkorlar o'rtasida uchrashuvlar, davra suhbatlari o'tkazilib, yoshlarning intellektual va jismoniy salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyat hududida yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarliklarni oldini olish hamda haydovchilar o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan keng ko'lamli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Qarshi shahri bo'ylab kuchaytirilgan nazorat reyd tadbirlari tashkil etilmoqda. Qidiruvda ekanligi aniqlandi. Sizni Qarshi shahar Islom Karimov ko'chasi to'xtatgan vaqtimda hech qanday hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib kelganligingiz aniqlandi. Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasi amaldagi yo'l harakati qoidasining 7-bandi bo'yicha sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapman. Islom Karimov ko'chasida tungi xizmatga jalb qilingan yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilgan ushbu Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi tegishli me'yoriy hujjatlarsiz avtomashina boshqarib kelayotganligi va transport vositasini maxsus planshet orqali tekshirilganda avtomashina qidiruvda ekanligi aniqlandi. Holat bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektori haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rmoqda.
Qarshi shahar tungi xizmat jalb etilgan vaqtimizda Islom Karimov ko'chasida Nexia 2 oq rangli 70 ga 256 CB davlat raqam belgili avtotransport vositasini to'xtatgan vaqtimizda hech qanday hujjatlarsiz transport vositasi boshqarib kelganligi aniqlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasi amaldagi yo'l harakati qoidasining 7-bandi bo'yicha vaqtincha saqlash uchun evakuator xizmati orqali jarima maydoniga jo'natamiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring.